Yaxşımısınlar tuqallar? Eng avval şu Sadaf şirketining Xotandagi bugungi faoliyatining nayt qizg'in boshlanganligi bilan va buning nayt yana g'albi bilan oxirlashanligi chin ko'nglimizda bir ishonch bilan sizlarning mushu faoliyatinglarni chin dilimizdan tabriklaymiz singillar. Bugün shunda qarasam Sadafdagi mushu 3 qiz yetakchiligida nurg'un mushu o'ziga o'xshash qobiliyatlik, o'ziga o'xshash chiroyli mushu qizlar mishayjan bo'pti. Cho'qim bular o'zi ishongan, o'zining oqisidan o'ziga madad bo'lib, o'ng qo'l, so'l qo'l, o'ng put, so'l put mang'alaydigan qizlarni o'zining qo'shiniga yig'di deb o'ylayman. Demisimi baya bular aytdi 40 kun ichida biz o'zimiz faxrlangidek natijaga ega bo'ldik deb. Gerçi intayin çoğun bulmasımı, lekin bu iş yoktun peyda bulup, hazırlık kelginin özü çoğun netice. Doğru deysiz. Şunda cümleden etqanda Sadaf bizningcha bizga bergan ta'siri hazır u bir mahsulotlar emaski. Sadaf mehr muhabbatga, Sadaf bir mas'uliyatga, Sadaf bir samimiyatga deb tushunyapmiz. İşleranlarning texmo yaxshi ro'naq tepishini umid qilamiz. Albatta, mushu ro'yingimizni yo'qotmayli. Bizning ota-bobomizdan qolgan asl an'analarga varislik qilayli. Dal bugungidek ommaviy farovonlik ishlarga aktiv qatnashayli. Jamiyatga buningdan yaxshi ta'sirlarni berishga tirishayli. Chunki bizda burundan shunday bir yaxshi so'z iboralar qolgan. Qo'l qo'lni yuydi, qo'l annen qana qildi? Qo'l qo'lni yuvsa, nima? To'g'ri deydi. Qo'l qo'lni yuvsa, qo'l qo'pab usini shiydi deydi. Nihoyat yaxshi gap bo'ldi. Tas qaptimi, put qo'pab degili. Unday emasda albatta. Bunday yaxshi odamlarni ko'rsak, biz mana shunday jiddiylashib, va ilmi yaxshi. Bugun taxa sizlar bizga intayin o'zlik tuyg'usi beryapsizlar. Chunki Sadafga shig'ilganlar hammasi o'z odam. Hammamiz samimiy, hammamiz mehr muhabbatga to'lgan odamlar deb o'ylaymiz. Shunga biz abayı singlimiz, inlarimiz degandek hech qachon bu yerda jiddiylik tuyg'usi bo'lmadi deb qo'ydik, lekin sizlarni o'z bilimiz. Bo'lmasa degan nima shayda deb titrab ketdiga ishlar bo'ldi. Chunki sizlar islo odamlar. Islig'imizni davomli joriy qildiraylik. Men shunday tilakdoshlik bildirma. Mo'rni mo'riga tirab bu kunlarda qo'lni mahkam tutib, bir-birimiz bilan rasmiy, samimiy ko'rishib, ching bir-birimizni bag'ishlab, bir-birimizga ishonch berib, yo'limizni ravon yurgunimiz eng yaxshi, hammamiz bir-birimizga yetakchi, bir-birimizdan o'ginimiz. Sizlar uchun men sho'x naqshlarni Asqar do'stim aytdi, chiroyli qilsanglar aytdi, ma'u balamo bek aytdi birinchisilar. Taqda bimura deb. Endi men sizlar uchun bir ikkita lirik naqshi aytib bersam, kona kuylarimizdan. Birinchisiga yoshlarimiz uchun aytgan uvalamsang bo'lsin degan lirikni aytmoqchiman. Söygendim burunla ben seni deldim, hilem öçmedi şu otluk pırak. Söygendim burunla ben seni deldim, hilem öçmedi şu otluk pırak. Pervamu kılmadım meskin könglimge, başqaning qalbiga yandırıp çıranık.
parvamu qilmading miskin ko'nglimga boshqaning qalbiga yondirib chiroq Örtendim yaş döküp hicran otunda Yüreğim izildi oldu laktı kan Örtendim yaş döküp hicran otunda Yüreğim izildi oldu laktı Zarımdın tağlar mı keldiler size Yanıla pervasız yürüdün sen canan Zarımdın tağlar mı keldiler size Yanıla pervasız yürüdün sen canan Sebep bu könlüm tolumu yerim Aşkından ördünüp kıynalı cenim Şu sebep bu könlüm tolumu yerim Aşkından ördünüp kıynalı cenim Muhabbet ko'chasi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda sana uvalim Muhabbet ko'chasi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda sana uvalim Gelmez mu hayatta sana umalim Yana bital naqshiga qandaqa bezanglar? Bugun ikkidan naqshi anlamay berdin kessang taza yaxshi bo'lmag'iday. Endi haliqi mana naqshini anglamay ketib qolgan qana degandek. Ava bala Adiljonli bilan biz yezda o'yan qo'ydik nimada Qarqashning uzum chiqadigan yerda. Kavakda Hatta bir kızlık iş oldu. Ma bu kızgın kelanglar mı yege? Bir 15 minut desek lap gidiyordu. Bir 20 minut kep bulanlar mı şeyge? Kep bolsanlar, kep boldanlar bulmasa neydi şu? Laba değil lan. Şunda bir yüküldüm. Bu intizamlı demek çıkan. Dihallı yüz bildik ya o gep ne şu? Kelsanlı kanla bulmasa Şimdi değil.
Bugün bizden nakş emas, iki nakşını anlasanlar aldanlı bulmasa. Xo'p, yana sizlar uchun konu nakşlarımızdan uzak yolunu yetmemek merhamet. Cahim qayyandur ayağında uzak yol Barar cahim qayyandur ayağında uzak yol Ayağında uzak yol Yeter çağım kaçandır Ayağımda uzak yol Ayağımda uzak yol Uzak, uzak, uzak yol Uzak, uzak, uzak yol Şarmış perişte üzülmedi bu rişte Uçri şarmış perişte üzülmedi bu rişte Saçlarımda kondi kar Ayağımda uzak yol Ayağımda uzak yol Ayağımda uzak yol Uzak yol Uzak, uzak yol tangan ken Buam şundaq mangan ken Taqat şuki tangan ken Ümmit uzun ömürdin Ayağında uzak
için ayağımda uzak yol, ayağımda uzak yol, uzak 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 yol, uzak 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 yol. Ayağımda uzak yol.